Chingiz Aytmatov ijodidagi eng mashhur 5 ta asar bilan siz aziz kitobxonlarni tanishtiraman. Chingiz Aytmatov nafaqat qirg'iz adabiyotining, balki jahon adabiyotining ham yirik namoyandasi. Uning asarlarida inson qalbi, vijdon, muhabbat va milliy ruh juda chuqur va ta'sirchan tarzda ochib beriladi. Oq kema bolalikning beg'ubor orzulari bilan kattalar olamidagi shafqatsizlik to'qnash keladigan, poklikning fojiali sinovidan ko'rsatgan asar. Sarvqomat dilbarim, muhabbat va sadoqat insonni hayotning og'ir sinovlaridan o'tkazib, uni ma'naviy jihatdan ulg'aytirishni tasvirlaydi. Jamila, jamiyat qoliplariga sig'magan, erkinlik va chin tuyg'ular ustuvor bo'lgan muhabbat hikoyasi. Asrga tatigulik kun, xotira, vijdon va tarix oldidagi mas'uliyat inson uchun eng muhim qadriyat ekanini ochib beradigan falsafiy asar. Alvido Gulsari, inson va ot taqdiri orqali umr, sadoqat va yo'qotish iztiroblari chuqur ifodalangan asar. Aziz kitobxonlar, Chingiz Aytmatovning ushbu asarlari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.